Mening ismim Chin Meyli. Men hozir 61 yoshga kirdim. Mening 3 o'g'limning hammasi Stanford universitetida o'qiydi. Men burun balalarni tarbiyalash haqida nurg'un bilimlarni o'rgandim. Shunga men o'zimning yakuniga usullar bo'yicha balalarimni tarbiyalab kelyapman. Balangizni boshqa balalar bilan solishtirmang. Ko'pincha ahvollarda kichik balalar o'ziga ancha ishonmaydi. O'zining yoshirin iqtidorini xuduksirab sizga ko'rsatishga jur'at qilmaydi. Halbuki o'ziga ishonish, o'z-o'zini tasdiqlash intayin muhim. Darsda yaxshi emas balalar balkim boshqalarni bo'zaq qiladi, boshqalarni ko'z kelmaydi. Moddiy narsalar bilan balangizni mukofotlamang. Balalar o'yinchoq deganni ish kushapda o'ynabla zerkib tashlab qo'ydi. O'yinchoq balalarning mangulik do'sti bo'la olmaydi. Burun bir ona mendan mundaq so'ragan. Mening bir qizim bor, u yuyinishni yaxshi ko'rmaydi. Shunga men yuyinishga ma'qul bo'lgan chaqlarda uni o'yinchoq bilan mukofotlayman. Men dedim, qizim siz yuyinib bo'lib, men xohlagancha girim qilib qo'ysangiz bo'ladi deng. Navada o'g'il bola bo'lsa, sen yuyinib chiq, andan dadangga girim qilib qo'ysang bo'ladi deng. Bola buni cho'qim bek yaxshi ko'radi. Haqiqatan bak qiziq. Mukofotlar mushundaq bo'lish kerak. Ya'ni qiziqarliq, bir oylik ishlar birlikda qatnashib, aloqasini kuchaytiradigan ish bo'lishi kerak. Nurg'un analar bor, ular bolalarni tarbiyalaganda kunlik vaqt jadval tuzib berishni unutib qolmaydi. Ular bolalarga darsingni o'rganib bo'lsang, andin o'ynashga bo'ldi deb talab qo'ydi. Ish undaq bo'lmasligi kerak. O'rganish qilishmi o'ynashga o'xshash. O'ynagandan bir narsalarni o'rganib olib bo'ldi. Ya'ni qaysini o'rganish kerak, qaysini o'ynash. Men odatda bolalarimga buni farq etkazmaydim. Navada sirt yomg'ir yog'ib ketgan bo'lsa, qo'limizga ishimizni tashlab qo'yib sirtga chiqib o'ynaydik. Bog'chadagi suv ko'lchaklarga yupurmoqlarni qo'yib, kimning yupurmoq eng tez o'zdikin deb dasishaddik. Andin men so'raydim, "Nemishqa yomg'ir yog'digandi?" Ularni qiziqtirib, javob izdiga salatdim. Sizmi sinab beqing? Bolalar ko'rib turib, his qilib turib o'rgansa, andin tez o'rganalaydi. O'rganishni hargiz bir jafoliq ishdek his qilmaydi. Balaning natijasini o'stirishga yordam beradigan darsdan sirtqi kuchaytirish sinflarining balangizga elib kelgan ta'siri xatarlik. Chunki balalarda o'rganish qilish yuqori nomer elish uchun degan ideya paydo bo'lib qoladi. Uning ustiga agar shu xil kuchaytirish sinflariga tizimlatgan pullarni yig'ib qo'yib, bir oylik ishlar ahamiyatli joylarga berib sayohat qilib kelishga ishlatsa, texmi yaxshi bo'ladi deb qarayman. Masalan, mening cho'ng o'g'lim beliqni yaxshi ko'radi. Biz Yaponiyadagi bir xil bo'ldiganligi so'jaliqlari saroyining hammasiga berib baqdik. Tanlashni bilish intayin muhim. Men balalarim kichik chog'idan boshlab ularning tanlash iqtidorini chiniqtirib keldim. Masalan, marojni setib olganda qaysi tamlikni elishni ularning o'ziga tanlatqizdim. To'liq o'tirg'i chiqqan yili balam men Amerikaga berib o'qiyman dedi. Apsi bo'lgan odam balasining aniqli eng noji maktabga berishni o'ylaydi-da. Hech bo'lmasa 2-o'rinda bo'lsin mayli dedi. Ammo balam qarishgandek 7-o'rinda turadigan maktabni tanladi. Men qarshi turmadim. Uning tanlagan maktabiga kirgan har bir yangi o'quvchi birdan ot tayyorlash kerak ekan. Ular har kun avval otning holidan xabar olib bo'lib, andin mashtaligini yigilib olsa bo'ladi ekan. Shu jarayonda ularda mas'uliyat eng yetilib mangdi ekan. O'rganishimi nihoyat xushal bir kayfiyatda elib berildi ekan. Uning ustiga u maktabda darslarni yaxshi o'tadi ekan. Uning tanlig'ini to'g'ri bo'lgan edi. Men balalarni urib tillashni hargiz qo'llamayman. Shundaq ursa ish oson hal bo'ladi. Siz urgandiklar bala tayoqdan qo'rqib bo'ldi hargiz qilmayman deydi. Ammo rostlik keyin qilmay qolarmi? U xatoligini haqiqiy tushundimi? Yo'q, balaga avval xato qilgan yerini tushuntirib qo'yish kerak. Mana bu eng yaxshi tarbiyalash usuli. Mening balamga eng uzun tarbiya ishlagan vaqtim 8 soat bo'ldi ekan. O chaqdikisi cho'ng o'g'lim edi. U hozirmi deydi. Shu vaqtda meni urgan bo'lsangizmi yaxshi bo'lar ekan. Men tezroq tikib yetdim. Ota-ona bo'g'ichi amal balasiga yolg'on so'z emas kerak. Masalan, atisini bog'chaga to'ptab kelib opirman degan bo'lsam, atisi mayli qanchalik yerib ketsam-mu, cho'qim bog'chaga olib boratdim. Bundaq bo'lmaganda bola sizni yolg'onchi deb o'ylaydi. Shuning bilan boshqalarga ishonmaydigan bo'lib qoladi. Halbuki hech kimga ishonmaydigan bola umr bo'yi yolg'izlikda o'tadi. Menmi bir xizmati bor ana. Shunga ko'pincha vaqtlarda bolalarimni ko'rolmaydim. Ammo kechki balam uxlashdan burun uning bilan beliq tutish o'yin o'ynaydim. Chunki u beliqni bek yaxshi ko'radi. Uning hozirmi esida bor. U doim "Appa, siz beliq, men degan beliqchi" deydi. Ana, bola bilan cho'qim birga unumli vaqt o'tkazish kerak. Mayli 2 minut yoki 5 minut bo'lsin, ona bilan bo'lgan vaqti bola uchun bekmi qimmatli. Balalarim mendan savol so'rab qolganda men hargiz balam to'xtab tur ha demaydim. Ba'zi vaqtlarda jiddiy tamoq etayotgan vaqtimda kelib mendan "Appa, osmon nemishqa ko'krangda" deb so'rab turib oladi. Men shunday vaqtlarda qazonning to'kini o'chirib etib, uningga balam bu savolni bekmi yaxshi so'rading, biz sal turib javobini izlab boqaylik ha deydim.
Men shundaq ish qilayotgan bo'lsam-mu, balarim savol so'rasla, hargiz turib tur demaydim. Men doim eng yaxshi tarbiyaning balalarga azroq mahoratlarni o'rgatib qo'ygandan keyin ularni erkin qo'yib berib, o'z orzulari ustida izlatkizish. Navoda bu yo'lda yengilib qolsa, hargiz bel qo'yib etmay, boshqa bir orzu nishonni yengib, izlanishga hamdamda bo'lish. Navoda ular yengib qolsa, utuq qozonsa, o'zini cho'ngchiqlab ketmay, kichik birlik bilan bilganlarni boshqalar bilan o'rtoqlashishga ilhomlantirish arayman. Bu mening adoqqa nishonim.